1 daqiqa ichida ikkalalaring ham xohlagan tanishlaringga qo'ng'iroq qilib qarz so'raysizlar. Kim ko'proq qarz olishga erishsa, 100 ming so'm o'tib ketadi. Rozimisiz? Birinchi bo'lib siz qiling tanishingizga. Alo. Sardor, yaxshimisan, jo'ra? To'xtamlar. Shu kontrakt to'lash kerak edi, shunga pul yetmay qoldi-da. Qancha? 2,5 million so'm. 20 minutda o'tkazsam bo'ladimi? Ha, bo'ladi, jo'ra. Kartangizni tashlab qo'ying, SMS-ga Telegramdan chekni tashlayman. Hozir eshitdim-da, shuna paxta tushib tashlab beraman. Voy, 2,5 million so'm. Endi siz harakat qilib ko'rasiz. Alo. Aka, assalomu alaykum. Shartmas. Qarang, короче, bitta vaziyat bo'lib qoldi. Hozir 3 million pul kerak, sizga erta tashlab yuboraman. Yo'q, menda pul qolmadi. Ya, вообще срочно, aka, tashlamasangiz umuman bo'lmaydi. Aniq tashlab bera olasan? Aha, bo'pti, xo'p. 100 ming so'm yutib oldingiz. Sizga ishonchdan sovg'a beramiz. Samarqandlik bolaga obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Sog' bo'linglar, yigitlar.